20 yil bo'ldi siz sotilib ketganingizga kim sotib yubordi? Yine bolalar bizi satıp yarıp ketdi. Temizlik 2 ayol. Rasmlari bormi? Daşı bizim pasportlarımızı alıp gidip koygan olur. Alıp gel 9'a işlettiğim bursun pul vermedi. O'zidan pasrednik yasab olgan haromxo'r olib kelib sotib ketgan, 42 ta odamni satıbdı. o'lib ketganlari qancha? 20 yıl ömrüm ötüp gitti de. Xudodan korksa şol yaxshi bo'lardi. Xudodan korkuş gerek. Jo'natib berishlaringizni so'rayman. Uydagilaringiz ham izlab yurgandir. 20 yil bo'ldi sotilib ketganingizga aloqa bormi uy bilan? Shu ikkita xotin ham videoni ko'rib turgan bo'lsa, shu ikkoviga nima deysiz bir? Diqqat, tezkor xabar. Musofirda yurgan aka-ukalarim ogoh bo'ling. Hozirgi kunda ayol pasredniklar musofirda yurgan akalarimizni sotib ketganligi haqida bizga ma'lumot keldi. Bundan 20 yil oldin sotilib ketgan akamiz haqida gap ketyapti. Marhamat, videoni ko'ring. Ikkita ayol bir musofirga kelgan akamizni 20 yil oldin sotib ketgan. Hozirgi paytda bu akamizni yaqinlari, birodarlari mana shu videoni ko'rishligi uchun ko'proq like bosib, kengroq tarqatib qo'yib, ogoh bo'linglar, akamizning gaplarini eshitib ko'ringlar. Hamma fikrini uzoqlarda yozib qoldirsin. Videoga like bosib, Moskvada nima gap YouTube kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin.